tirikchilikning ming bir ko'chasi bor deyishadi. Eng muhimi, taqdir so'qmoqlarida uloqib tentirab, alal oqibat maqbul yo'lni topa bilmoq, jigarbandlariga halol luqma yedirmoq. Asli non topaman deb musofirchilikda zahmat chekayotgan insonga yot yurtlarda har turli tahlikali chaqiruvlarga uchib, muhojirotdagi bir to'da xudo bexabar muttahamning qutqusiga ilinib, o'zgalar g'alva-yu mashmashasi va jang-yu jadaliga aralashish to'g'ri bo'ladimi? Mamlakatimizda bu ishlar qonunan taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida nizolashayotgan davlatning fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi hisoblanmagan yoki hech qanday davlat tomonidan qurolli kuchlar tarkibida rasmiy topshiriqni bajarish vakolati berilmagan shaxsning o'zga davlat hududida harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirishishi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra shaxs chet davlatning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, huquqni muhofaza qiluvchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga xizmatga kirgani O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini yo'qotishiga asos hisoblanadi. Toki kech bo'lmay turib ko'zni kattaroq ochaylik.